Assalomu alaykum hurmatli No'xat Qor 24 kanalining qatorchilari. Bugun kunga 25-iyul 2023-yil biz mana bu No'xat Qor 24 kanali Isko'lga ketamiz. Isko'lga yo'llanma olib ketamiz. Inshaalloh Alloh nasib etsa Isko'ldan ko'rishamiz. Buni olsanglar like bosib kommentariy yozinglar hurmatli do'stlar. No'xat Qor 24 kanali o'z-o'zining otibizdan jana No'xat Qor 24 kanalidan tomonidan tinchlik omonchilik qolaymiz. Inshaalloh Alloh buyursa yaqinda bir yıl bo'ladi. Bir yillikda inshaalloh ko'lda o'tkazamiz deb umid qilamiz. Siz olsanglar like bosib kommentariy yozinglar. Biz hozir Jalolobod shahrining sentrida turamiz. Mana shu marshrutkada 18 odam 19 odam ketib жатamiz. Xudo xolsa Alloh nasib qilsa shu topni jetaklagan Jaloloboddan İlyas aka Alloh razı olsun shofyor sovet bo'ldi. Sovet o'shliq do'stimiz olib ketdi. Isko'lda Rahat degan pansionat quramiz. Shu yerdan ma'lumot olamiz. Bizdan olsanglar like bosib kommentariy yozinglar. Biz hozir Sonol minutdan yo'lga chiqamiz. Inshaalloh hozir Jalolobodda çay ichib o'tirishadi bordiq. Motorlar shu yerda yurgunchilar bor ekan, buni ovoz bor ekan, leylak bosgan o'g'losdan ketadi ekan, shu kishini so'zlab bersin inshaalloh. So'zlayvering. O'zingizni tanishtirib qattiqroq. Mana bu yigit adashib aytib qo'ydi, men Qadamjoy rayonidan bo'laman. Botgan o'g'losida? Botgan oblasti Qadamjoy rayonidan, Isqaq Po'lat qanotinдағы ayl өкмөттөн. Mana abremi shune tushumlar jinaab olib, ishlar jengil degandan keyin ana bir ko'lga borib kelib jo'nadik da. Yaxshi. Bir yo'l ketdasizmi? Yaxshi. Burada da borgansizmi? Yo'q, men burada ko'p borganman qancha. Hozir o'shdan birinchi yo'l ketdasiz-da? Bu nima kompaniya bilan-a? İlyasning kompaniyasi. O'sha Turagentstvodan Putevka olib shuni ketib o'tamiz-da. Mashallah, Alloh razı olsun. Bayog'i o'zi do'stlar bilan, boshqalar bilan, yumush bilan, o'quv bilan ko'p borganman. Alloh razı olsun, ishingizga egillik. Yaxshi. Yaxshi o'ynab keldingiz. Rahmat. So'zlayingiz. Fotosu. Menga to'tal biz jengam ko'rish baldarız padaqa qildik, shu turdi-chi. O'sha turmay yaxshiken menga to'tal 7,5 ming 3 mal tamag'ida yemesi, jo'g'rasi, jataqxonasi, ayvay yaxshi. Qayerdan bo'lasizlar? O'sha Oshton. Oshton, O'zgan. O'sh oblasi, O'zgan rayoni. Yaxshi. 18 odammi? Inshaalloh 19. Yaxshi. Yaxshi apparatda o'ta yaxshi. Men boya aytmay qo'ydim. Baldarim, qizlarim borib keling deb jo'natdi-da. Aqchalarini bit to'lib, o'sha yoqdan ishlab yurgan yerlerini boya aqchani o'sha Turagentstvoga nimaga ko'tarishib, ana yo'lga xabar berib turib, falan kuni boshqa yerga borang o'sha jo'natishdi. Ana shuni kelib qoldi. Do'stlaringizga, uzoqdagillarga salom aytib qo'ysangiz bo'ladi inshaalloh. Men tanigan do'stlarim albatta bor, o'sha oblastimda даже Qirg'iziston to'g'ri shunda bor do'stlarim bor. Alloh razı olsun. Taniganlar ko'rgan bo'lsa salom aytaman bardinglarga do'stlarim. Bo'ldi, inshaalloh Alloh nasib etsa ertaga savdoga ko'lda ko'rishamiz. Tinch bo'linglar. Motorlar jamoat yaxshi, mana oqsoqol cho'ng'ilar bor, enilar bor, opalar bor, ajapalar bor. O'sh oblasining har yerda katta, buni Botgan oblasidan Qadamjoy rayonidan bor ekan. Alloh nasib qilsa, Xudoy buyursa yo'lga chiqib o'tamiz. Alloh buyursa sanal minutdan keyin yo'lga chiqamiz. Jalolobodda çay ichib, yemni syomkani boshladim. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Daha yo'lda nima qilamiz? Bizdan olsanglar like bosib kommentariy yozib qo'yinglar. Motorlar No'xat Qor 24 kanali doim sizlarning xizmatingizda. Az barganda aytib ko'ring bu. Cho'ng'idan qayerdan bo'lasiz? Qaravanda. Aravan qaysi aylik o'ti? Allanarım. Aylanar vaylar maşallah. Söylep qo'ysangiz kichkina. Nereler jo'natasiz o'zingiz? Bolalaringiz bu qizlaringiz, bolalaringiz ha? Oğlum jo'nat. Maşallah. Qanchaga chiqdingiz? Qirg'izim bilan ketdim. 75 ga chiqdim. 75 ga maşallah. Duangiz berib qo'yinglarmi bir? Men shu ko'lga ketdim. Sen aman barib, sog' salomat, ten sog'lig'imizni chingab kelaylik ha. Alloh bersin. Sana rahmat. Hurmatli tug'anlar, zakaz bo'lsa mana shu marshrutka aytaverasizlar.
Kırgızistan'ın qaysi yerine olsa hem apar keladi. Mana shu nomerga chiqarsanızlar, inşallah nima qilib apar keladi. Şoförü yaxshi. Notqondan hozir mana marshrutga jo'nab o'tadi. Bunlar shu no'qat qo'rjima o'tayotgan avtobuslar bilan vaqtincha qo'shiladi. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar.